Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa bugun yangi obyektimizga oshxona mebellarni ustanovka qilishga keldik. Usta aka, xudo xolasa bugun obzor chiqadi. Chiqadi, kutinglar. Kutinglar, xudo xolasa mana shu chiroyli obyektimizga chiroyli hamda sifatli oshxona mebellarimizni ustanovka qilib beramiz. Do'stlar, ko'p mijozlarimizdan bizga Xudo o'rnatish joyiga ketyapti. Bugun kechgacha o'rnatamiz deganishdi. Ya, Jamol og'a. Bugun bo'p tashlaymiz. Bo'p tashlaymiz, ha? Bugun bo'ladi. Yo'q. 4,5 metr joy akalar. Haytag uslubda qilingan. Xo'sh, akalar, oshxona mebellarimizni o'rnatyapmiz. Xudo xolasa, ozgina joyi qoldi. Kuzatib, like bosib esdan chiqmasin. Все, отстань.